Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar, bizni kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi partiyadagi mini pogruchiklarimiz tayyor bo'ldi. Pogruchiklarimiz dizelli motor, 23 ta ot kuchi, 4 ta g'ildiragi tortadi, rollari gidravlika, boshqarish jostik bo'ladi. Bu chekadagi pogruchigimiz yuk ko'tarish balandligi 240, qolganlari 220, 210 atrofida. Bu chekadagisi buyurtma asosida ozgina balandroq yasaganmiz. Pogruchiklarimiz 100% o'zimizda ishlab chiqariladi. Hamma zapchastlari bor, zapchast tomondan muammo bo'lmaydi. Kimga shunaqangi sifatli pogruchiklar kerak bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga aloqa qilishingiz mumkin. Ko'pchilik bizdan so'raydi, pogruchigingizga teleshka ulasa bo'ladimi? Og'daradigan teleshka deb. Albatta bo'ladi. Mana bu teleshka ulaydigan joyi. Mana bu narsa teleshkaga, o'sha og'darishga xizmat qiladi. Bu richak teleshkani boshqaradi, bular strellarni boshqaradi. Kimga shunaqangi sifatli pogruchiklar kerak bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga aloqa qilib, o'zimizning milliy mahsulot, zapchastlari bor, zapchast tomondan qiynalmaysiz. Motorlari universal dizelli motor, 23 ta ot kuchi, 1 silindrli motor. Korobka, mostlari hammasi space korobka, unaqa hech qanaqa boshqa texnikani kesib qaltiratmaganmiz. Bu hali mana sarig'imiz 100% bitmagan, mana ular 100% bitgan hollari o'rnatilgan. Mostlar spesialni Xitoydan keltiriladi. Most kengligi 1.10, kovush kengligi 1.20. Faralari hamma yo'q ishlaydi. Jostigli upravlение. Qisqichli variantimiz ham bor.